İxtilop va uni bartaraf qilish. Avtori Doktor Mamtimin. İxtilop deganimiz ikki yoki uningdan ortiq taraflar orasida yuz bergan o'zaro qitilmaslik, o'zaro qarshilashish va o'zaro inkor qilish. Har kallada, har xiyol degandek, o'xshamagan kalla, o'xshamagan aql bilan, o'xshamagan ko'z qarashda yashayotgan insonlar orasida har ishda, har doim o'zaro tamoman o'xshash qarashda, o'xshash fikrda bo'lish mumkin emas. Shu sababdan insonlar orasidagi ixtilofdan tamoman saqlanishmi mumkin emas. Shunga ixtilof yuz berganda uni qanday bartaraf qilishni bilish bak muhim. Agar ixtilof sog'lom bir usulda to'g'ri bartaraf qilinsa, u insonlarning o'zaro tushunishiga turtki bo'lib, insonlar orasidagi do'stlikni kuchaytiradi. Agar ixtilof vaqtida sog'lom bo'lgan bir usulda bir taraf qilinmasa, u to'qinish va urush jidalga taraqqiy qilib, munosabatlik taraflarda asliga kelish qiyin bo'lgan ig'ir zaxmlarni paydo qilishi mumkin. Ixtilofni tövandagidek 3 turga ayirishga bo'ladi. Birinchisi, munosabat ixtilofi. Bu xildagi ixtilof asosligi shaxslar va tashkilotlar orasidagi o'zaro aloqa va munosabatni cho'rdigan holda yuz berdi. U asosligi insonlarning kimligi, obrazi, obro'yi, g'ururi, samimiyatligi, ishonchisi, sadoqatmanligi, vafodorligi va axloq fazilati qatorliq omillar bilan munosabatlik. İnsanlar o'zaro samimiy, rostchil, sadoqatlik, vafodor bo'lmaganda va yoki o'zaro gumon qilganda, o'zaro ishonmaganda, boshqalarning kimligini, obrazini, obro'yini xunuklashtirib, boshqalarning g'ururiga tekkanda oson ixtilof paydo bo'ladi. Ikkinchisi, maqsad muddao ixtilofi. Bu xildagi ixtilof asosligi maqsad muddaoga yetish jarayonidagi usul, vosita va yo'nalishni cho'rdigan holda yuz berdi. U asosligi maqsad muddao va uningga yetish jarayoniga bo'lgan tushuncha, tonish qatorliq omillar bilan munosabatlik. Uchinchisi, foyda manfaat ixtilofi. Bu xildagi ixtilof asosligi qo'lga keltirgan natijalarni va yoki maqsad muddaoga yetgandan keyin ega bo'lgan foyda manfaatni cho'rdigan holda yuz berdi. U asosligi qo'lga keltirgan natija va yoki ega bo'lgan foyda manfaatga qanday ig'dorchilik qilish va yoki uning qanday taqsim qilinishi qatorliq omillar bilan munosabatlik. Ixtilof paydo bo'lishining sabablari. Ba'zilar ixtilofning asosli sababini insonlar orasidagi ko'z qarash farqidan deb qarshidi. Amaliyotda insonlar har jihatdan farqli qilib yoritilganiga o'xshash, ularning mustaqil tafakkuri va farqli ko'z qarshining bo'lishimi tamoman normal va tabiiy ish. Biroq u insonlar orasida ixtilof paydo bo'lishining asosli sababi emas. İnsanlar va yoki insonlardan tashkil topgan tashkilotlar orasida ixtilof paydo bo'lishining asosli sababi insonlarning o'zini o'ylashi bilan umumlikni o'ylashi orasidagi benormallik
va yoki ular orasidagi ig'ir darajadagi tangpungsizlikdir. Ya'ni insonlarning o'zini o'ylashi nihoyat kuchli bo'lib, boshqalarni yoki umumlikni o'ylashi ojizlab ketganda va yoki hamma ishda men o'zim asos iqimga aylanganda tabiiy holda ixtilof kelib chiqadi. Agar bir inson va yoki bir guruh insonlar o'zini va umumlikni o'xshashli o'ylamasa, undaq insonlar odatda hech ishqa qiziqmaydigan, dunyoning ishlari bilan kor bo'lmaydigan, hamma ishdan o'zini qochirdigan, o'zini tashlavatgan bo'ladi. Agar bir inson va yoki bir guruh insonlar o'zini va umumlikni o'xshashla o'tir hal darajada o'ylasa, undaq insonlar orasida oson ixtilof yuz bermaydi. Agar ixtilof yuz bergan taqdirdami, undaq insonlar odatda o'zaro murassa qiladi va kelishadi. Agar bir inson va yoki bir guruh insonlar o'zini va umumlikni kuchli darajada o'rtaq o'ylaydigan bo'lsa, undaq insonlar odatda ham o'zi ham umumlik uchun bir ish qilishga qattiq intiladi. Undaq insonlar psixikasi sog'lom, o'ziga ishonchi bor insonlar bo'lib, ish bajarishda axloq fazilat va samimiyatlikni oldingi o'ringa qo'ydi. Shu sababdan ular orasida yuz bergan ixtiloflarmi to'g'ri bir taraf qilinadi. Undaq insonlar o'zaro erkin va odil raqobatlashadi. O'ziga o'xshash qobiliyatli insonlar bilan hamkorlashib, o'rtaq g'alaba va muvaffaqiyat uchun o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishni xohlaydi. Agar bir inson va yoki bir guruh insonlar butunlay o'zini o'ylab, boshqalarni umumlikni faqat o'ylamasa, oson ixtilof paydo bo'ladi. Undaq insonlar odatda bak shaxsiyatchi va qizg'anchiq keladi. Undaq insonlarning ko'pinchisi odatda psixikasi sog'lom bo'lmagan insonlar bo'lib, boshqalarning muvaffaqiyat qozonishini hargiz ko'rolmaydi. Boshqalarni oson inkor qiladi. Undaq insonlarning ko'pinchisi boshqalarning mag'lubiyatidan huzur oladi. O'zining manfaatini har doim umumning manfaati ustiga qo'ydi va yoki o'zining manfaati uchun umumning manfaatini qurbon qiladi. Bundaq odamlar bilan boshqalar orasida har doim ixtilof yuz berdi. Yoki bundaq odamlar har doim boshqalar orasida ixtilof paydo bo'lishga sabab bo'ladi. Ixtilofni bir taraf qilish. İnsanlarning hayotida ixtilofdan tamoman saqlanish uncha oson bo'lmasa kerak. Shu sababdan eng muhim bo'lgani yolg'iz ixtilofdan qandoq saqlanishga tirishchanlik ko'rsatish bo'lib qolmasdan, balki ixtilof yuz berganda uni qandoq qilib to'g'ri bir taraf qilishmi bak muhim. Eng muhimi har bir insonlarning farqli ekanligini e'tirof qilishi bilan birga o'zini to'g'ri tunish va o'zining o'rnini to'g'ri belgilash kerak. Ixtilof kayfiyatni ig'ir darajada buzishi, ko'ngilga azor berishi, insonni afsuslantirishi va rohatsiz qilishi mumkin. Agar ixtilof sog'lom bo'lmagan usulda bir taraf qilinsa, munosabat tamoman buzilishi, hatto to'qinish yuz berishi mumkin. Agar ixtilof sog'lom usulda bir taraf qilinsa, o'zaro tushunchani ilgari surishi, o'zaro ishonch va
do'stlik paydo qilishi mumkin. Ronald Reagan mundaq degan ekan. Tinchlik demak, ixtilof yo'q demak emas. U ixtilofni tinchlik bilan hal qilish qobiliyati demakdir. Ixtilofni to'g'ri bir taraf qilish uchun oldi bilan ixtilofga salbiy pozitsiyada bo'lib, uningga sog'lom bo'lmagan inkas qaytarishdan saqlanish kerak. Eng muhimi ixtilofga ijobiy pozitsiyada bo'lib, sog'lom inkas qaytarish kerak. Ixtilofga sog'lom bo'lmagan salbiy inkas qaytarishning ifodalari. Birinchi, ixtilofga sabab bo'lgan masalaning muhim yoki muhim emasligini tunib yetolmaslik. Ikkinchi, o'z kayfiyatini kontrol qilolmaslik, g'azablanish, achchiqlanish, o'chmanlik tuyg'usini ifodalash. Uchinchi, rad qilish, inkor qilish, haqoratlash, tahdid qilish. To'rtinchi, ixtilofdan qo'rqish, andish qilish, o'zini qochirish. Beshinchi, oqibatning nachar bo'lishini umid qilish. Ixtilofga sog'lom va ijobiy inkas qaytarishning ifodalari. Birinchi, ixtilofga sabab bo'lgan qaysi masalaning muhim emasligini tunib yetish. Ikkinchi, afu qilishga va unutib ketishga tayyor bo'lish. Uchinchi, murassa qilish va kelishish iqtidori bo'lish. To'rtinchi, jazolash va o'ch elish istigi bo'lmaslik. Beshinchi, kelishish orqali ikkala tarafga o'rtaq foydali bir natijaning o'ttirg'i chiqishiga ishonish. Ixtilofni to'g'ri bir taraf qilishning usullari. Birinchi, suchras, ya'ni jiddiylashishni kontrol qilish kerak. Salmoq bo'lish, qarshi tarafning til va badan harakati bilan ifodalamoqchi bo'lgan maqsad muddasini aniq tushunib yetish kerak. Zarur bo'lgan yumor aralashtirib, kayfiyatni tangshash kerak. Ikkinchi, kayfiyat va qilmishni kontrol qilish kerak. Agar kayfiyatimizni yaxshi kontrol qilsak, boshqalarga tahdid qilmay, boshqalar bilan urush jidal qilmay, boshqalarni jazolamay turib, ularga bildirmoqchi bo'lgan maqsadimizni salqin bir kayfiyat ichida tinch yo'l bilan anglata olamiz. Uchinchi, boshqalarning his tuyg'usiga va demoqchi bo'lgan maqsadiga diqqat qilish yoki uningga e'tibor berish kerak. To'rtinchi, insonlar orasidagi har xil farqlarning mavjudligini bilish, uni e'tirof qilish va uningga hurmat qilish kerak. Beshinchi, keng qo'rsoq bo'lish, afu qilishni bilish kerak. Masala hal qilishni asos maqsad qilib, boshqalarni jazolashni va yoki ularga haqorat qilishni asos maqsad qilmaslik kerak. Oltinchi, qarshi tarafning xatoligini isbotlashga, ularni xatoga chiqarishga yoki ularning yuz obro'yi va g'ururini yo'q qilishga urinmaslik kerak. Yettinchi, diqqatni ixtilof paydo qilgan asosiy masalaga yig'ib, koni xamanni so'rib chiqmaslik. Ayni vaqtda ixtilof paydo qilgan ziddiyatni muhim o'ringa hal qilish kerak. 8. Ixtilof bilan munosabati bo'lmagan masalalarga, bo'libmi boshqalarning shaxsiyatiga tegmaslik kerak. 9. Boshqalarga bo'xton chaplamaslik, boshqalarni yolg'on so'zlar bilan qarilamaslik kerak. 10. Qachon va qanday vaqtda bo'ldi qilishni va murassalashishni bilish kerak. 2018 yil 7 oyning 11 kuni
New York.